Dünyanın her kasiyede yaşayotgan barlık analar, barlık hanım kızlar. Men sizlarga shuni deymenki, vatanning turmalarida yetib atgan barlık yaşagan analarimiz, kız hanımlarimiz, narsiyda kızlarimiz zulüm asıda öldürülüp atıda. Barlık analarning, ayollarning, kız hanımlarning bütün hemmiga to'kilib shularning ovozini chiqarishga hemmaylar tirishayli. Hemmaylar Allohning rahmati bo'lsin, hemmaylar barliq kuchimiz bilan, barliq imkoniyatlarimizni chiqarib, shular uchun ovozimizni chiqarishga tirishayli. Assalomu alaykum. Men Ruzun Muhammad. Men Turkistondagi barliq qarindoshlarimning izlaygani chiqib shu konsulning oldiga chiqdim. Meningki uyimdan 30 necha odamni sulog'liq. Men shu uyimdagi qarindoshlarimning mana bu büyük akamni turmaga akirib ketib, turmada kesilib tutib olib, yurak kesilyapti. Chiqib 2 oydan keyin yana akirib ketgan. Akalarımning shu kichik balalarning hammasini 12 yillik o'ykisi vatdi. Bu yengam buto, yengamning 4 balasi bor. 4 balasining nadaligini o'qimaymiz. Buningga 6 yillik o'ykisi o'tiqliq. Buni shu Hacı Palite qildi deb ham o'ykisi o'tiqliq. Bu yengamning dadasi. Yunqash masjidining imami. Bu Yunqash masjidining imamiga 10 yillik o'ykisi o'tiqliq. Buning hech qanday bir suchi yo'q. Bu qizi Nurmangul. Buni 15 yillik o'ykisi o'tiqliq. Kızı Nurmangul 15 yıllık öyküsü ötüqliq. Bu mening acamning o'g'li butu. Buni bir Hacı Palite qilib keldi degan bilan singlisi bilan ikkisini tutib olgani 5 yil bo'ldi. Nadaligini o'qimaymiz. Mening daydig'im barliq Turkistonlik qarindoshlarimga uyinglarda issiq nonlarni yeb o'tirmay, Turkistondagi barliq musulmon xalqlarning izlagini qatmak konsulning oldiga chiqinglar. Shu ayollarda shijoatlik bo'langlar, kichik chocuklarda shijoatlik bo'langlar. Uyda o'tirib issiqdan yegan bilan vatanimiz qutulib qolmaydi, Turkiston qutulib qolmaydi. Hammamiz qo'llarimiz qatanimizning rasmlarini olib Xitoy konsulning oldiga chiqib, Xitoy qarindoshlar nerede? Urug' tuqqanlar nerede? Nasıl çocuklar nerede? Turmalarda bosqinchilikqa uchrayotgan ojiz kichik qarindoshlarimiz nerede deb so'rashimiz kerak. Bu Türk milleti biz qarindosh, soydosh neden ses chiqarmıyor? Neden ses chiqarmay turmuyor? Bu shu mening izlaydiganim shu qarindoshlar uylarida uxlab o'tirmanglar. Hammanglar chiqinglar, Xitoy konsullariga chiqmasak, o'rtog'i bilan vatanimiz qutulib qolmaydi. Rahmat, hammadan Alloh rozi bo'lsin. Chiqmaganlardan rozi bo'lsin. Chiqqan barliq qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Rahmetullahi ve berekatuhu. Barliq Uyg'ur qarindoshlarimiz bugün biz bu soğukta qarindoshlarımızga sahip chiqish uchun meshalar turyapmiz. Bugün meshaga chiqqan bütün qarindoshlarimiz Allah razı olsun. Biz özümüzün qarindoshlarımızga sahip chiqqan vaqtimizda andın Allah bizga sahip chiqadi inşallah. Mening hozir erkak qarindoshim bir hadam başqa urug' tuqqanlarimning hammasi bilan aloqam yo'q. Ularning borligi yoki hayot yoki o'lganligini bilmayman. Shuning uchun har kun meshaga shular sahib chiqyapman inshaalloh. Hamma qarindoshlarimizning o'zimizning qarindoshlariga sahib chiqishini umid qilaman. Uyimizda o'tmayli. Hammamiz qarindoshlarimizga sahib chiqqan vaqtimizda ondan Alloh bizga sahib chiqadi qarindoshlar. Hammalarni meshaga chaqiriq qilaman. Bir uydan birdan chiqsak Meşalarga yeyilib ketimiz. Şu vaqtida andın başqalar bizga sahip chiqadi. Şuna hammalarni meshaga chaqirman. Mesha turayotgan bütün qarindoshlarımızning ishlari bor, oilasi bor, bolalari bor. Shularni tashlab qo'yib meshaga chiqyapti. Sizlarning meshaga hammamiz bilan birlikda chiqib, qarindoshlarımızga sahip chiqishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum. Men Turkiyadan İstanbuldan Roşengül bo'laman. Bugün shu namoyishlarga biz har kuni birga Muşu qarindoshlarimiz bilan birga men bu yerda chaqiriq qilaman. Bütün Uyg'ur qarindoshlarimiz hamda uxlamanglar, hamda hammanglar chiqinglar. Bolalaringlarni, yoshlarimiz, ayollarimiz bo'lib ayollarimiz harakatga jiddiy tushinglar. Bu Doğu Turkistonda kampidagi hammasi bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz, bizningki qinimiz, bizningki vatanimiz da yatgan bütün kamplarda yatgan şular bizning qarindoshimizga destek verip, ses verip, şu
Kündü konsulda çıkan muş Uygur qarindaşlarımız da Allah razı olsun. Ayallar, yaşlar, çıkmaganlar çıkınlar. Doğu Türkistan'a sahip çıkınlar. Uygur qarindaşımızga sahip çıkınlar. Hemminlar uxlamanglar. Uxlaydigan vaqtimiz ötüp ketdi. Bu yerga chiqqan mana mushu ayollar hanımlardan Allah razı olsun. Qarindaşlarımızdan mushu har kuni mishada turgan qarindaşlarımızdan Allah razı olsun.